bilgin Ahtur yarey Yardım talim yoktur Ahtur bilgin Ahtur yarey Yardım talim yoktur Yardım talim bulsa yarey Ölsem armının yoktur Yardım talim bulsa yarey Ölsem armının Ahtur bilgin, ahtur yarey Bilsen yüreğim paçtur Ahtur bilgin, ahtur yarey Bilsen yüreğim paçtur Derdimge dava yok İşkini bana saldı yarey Bu derdimge dava yoktur Ayağımda madarim yok yarey El bilen Ayağımda madarim yok yarey El bilen Ezelden talim şudur yarey Men kimdim yamallaymen Ezelden talim şudur yarey Men kimdim yamallaymen尊敬的各位老师，下午好，我来自阿克苏西县，我的名字艾贝迪拉。Başımızla bağlı ustazlar, Mevlana Müşahtan'a hayırlı olsun. Ben Ştırpan Nais'ten Ebeydullah İbrahim bulumen. Karşılığınız. Karşılığınız. Hazır hemen malumla sana şunçilik amrak boldu dep oyladım ben de. 5 yıl malum orunduk aylandırıptı. Ştırpan'da senin burun kelgen ballına yüzünü yakınmadan iş kılıp. Bu Ştırpan'ın yakşı balı çıkıp kılvadı da. Yakın bir neçe yıldan beri iş kılıp şunda buluvadı da. Bu nakşa hem yana naiti köp etildiğen, hemmimiz yakşı gördüğen isim nakşa, cık etildiğen nakşa. Bu mahirimiz mi menençe bek yakşı etti. Hemmeyle öğrilişinin özü bu nakşa hemmimizge yaradı, hemmimizden yürükümüzge tegdi. Şunçilik pişkan, yakşı bir icra oldu dep oylayım ben. Şuna bu hem taley hem bu mahir okuvchimizdeki iqtidor mahorat. Azaldan ta'lim shundoq
Men Men kimden kimden yamanlayman. yamanlayman. Yamanlaş yok ha. Şundaq güzel bir iş oldu. Meyle öğrildik. Men yaqtudim. Mening grupam kelişinizde kızgın qarşı alıman. Rahmat. Abaydullah aktör biligimni başlagandılar men muş äwji kısmını kanda bir taraf kıla dep oylap bayan muş Abaydullah orundagan tarafni men kallamda oylap bolgan. Nahayt çıraylık yerçe uyup ilişlerim nahayt yaxşı boldu da. Bak şu Üçtürpandın degendeken ras hayran kaldım aka. Nahayt toluq orundunuz. Cümleden bana tesir kıldı ama nakşını orundaş. Rahmat malum. Eğer mümkün bolsa, tanlışınız bolsa, menin grupam kelsiniz, birlikte muştaq köp eserlerini birlikte tan vücutga çıkarsak degan arzu mende bafkam. Şununla grupamı kilişinizni men qarşı alıman. Pıraqlarni yaxshi ilish bilan birga ovozning tusimi ajoyib chiroyli ekan. Andan bizni eng asosli qilib hayajonlandig'ini o'zingiz unutgan holda shundaq bir sura, shundaq kuchli bir cho'ng bir sahnada hammamiz jiddiylaşimiz. Hozir hatta biz chiqsaqmi, bizmi xili jiddiylaşimiz. Lekin siz o'zingizni unutib turib, o'zingizning ichki tuyg'ularingiz, hissiyotlaringizni shundaq yaxshi ifodalab, naqshini voy-voyga yetkazib, mayli yuqurlar bo'lsin, mayli avjiga, puraqlar bo'lsin, shundaq agitib to'liq og'iningizdan shunda so'yinib ketdik. Hamma biz bak xo'sh bo'ldik. Men shaxsan shunday yaxshi ko'rdim. Mening guruhim sizni qarshi oldi. Rahmat malum. Haberler qancha kirdi? Men bu yil 23 yosh kirdim. Aş purak ilişkileri gecek ağandek elevadı mı purak dikkat kısam gecek çağandek kandak işte. Doğru. Sen hazırımda karasam Yusufcan Semih'le birle jüriyse. Aşılan birle oynap jügendek hazır maksiyetiş purakları Semih'nin purakım ba, Yusufcan'ların purakları ba, Üçtürpan'da bir məldi buluşan mümkünsin. Lekin hazır bana tesir gayra, bana nakşın biz eğitimimizde eğitimmaylı gayralar purakların cayaq ikkilişsel tesir nakşam avu. Aşıdaki başlanığa vaxtında birinci lap bana tesir kıldım, ben öğrüldüm. Bizden idarını bilsem, müşünden nakşının makanı digine hem de. Müşünden nakş oynayamız biz. Ben küçük vaxtında müşünden eğitim çoğun kansır eğitim maslap kaldım müşünden nakşını. Oynaydığı işin çıkıp gitti de. Şuna yine görüp bakma kile başlayamız işte. Ağını izan oyar. Rahmat malum. Ustazlar şunda yuqur bavet abayt haqqı emmini anlavatısız. İcra qilish alayligingiz jariy qildirish haqiqatan bek beyzi. Naqshiga shunda chukib bek yaxshi ijro qildingiz. Men bek suyunib turib angladim. Başına anglab o'tirib ketmay birdim. Undan keyin naqsh chukib qolmasin deb men o'rilib, mening bayimni bek yuqori sizga. Ustazlarning kimni tanlasangiz cho'qim siz uchun rarus shunda bir yaxshi natija qozonishingizga yordam qila oladi. Albatta men uchun mening guruhim sizni qarshi oladi. Abaydullah nima kasbda o'qigandiga? Men 2017-yili Oqsuv viloyatlik san'at maktabiga usul kasbiga kirgan. Usulda o'qib, Jungjanmitda u. Cho'ngjon kasb bitdi. Anin keyin maktab bitdim. Shu mening lipigim chataq, ishkilipek usul o'ynasam, chikitib japa selib. Ondan keyin men 2017-yili bilgan, o'zimning bir shunaqa bir talentimdan bog'liq naqsh etadi. Shu maktabda Saqib qopsanda shu vaqtda. Shuni gap qopsanda. Shu usulnish orqali balla naqsh etsa chempionlarga kirib, shu orqali duta chelishni o'rgandim, har xil sozlarni o'rganib, shundan keyin maktab bitirib mush kasbga o'tib ketdim-da. Qadam tash. Usulga tiz bo'lmay qopdi-da. Shu lipigim to'l chikitib, piyada to'l o'tirib qo'yib o'ynaydi. Naqshidimi yaxshi talant bor ekan. Asli zada bu naqshiniki Uni material bilgan ekan. bo'lsak, boshdalar naqshni o'qiydi ekanmiz-a, Abaydullah. Shu mening hozir bir xatolashgan yerim, nimishqa ayni vaqtda bir naqsh kasbini tanlamagan bo'lgandim deb o'zim go'zam bir xil. Shunda Lekin hozirmi kechikmaysiz. Menimcha o xatolikqa kirmaydi ukam. Sen shu xatolik uchrash orqali o'zingning naqshida bo'lgan alayligini his qilgan bo'lishing mumkin-ku. Xatolik kirmaydi. Oldimizda fursat yomon jiqqa emasmi yoshga boqqan chaqda? Nayt fursat jiq. Bu 23 yoshlik o'g'limiz ekan, nihoyatda umidli bola ekan. Garchi usul kasbidan mahrum qolgan bo'lsa-mu, bir hikmatli ish o'xshaydi-mu-shu. Haliqi burun birsining qo'lini bir bo'ri yevelib, keyin shu qo'li cho'loq odamni yevatmaydigan chiqib qolibdi ekan-ku, bir hikmatda. Yavoylik qilib, soq odamni yeydigan yavoylik ya. Qarasa qo'li cho'loq.
va bo'lmaydi deb shundan o'xshash bir ishda seni lepiging chiqadigan ish seni naqshiga boshlab qo'yapti. Qara, bugun menda yaxshi ma'lumlarni e'tirof qilishiga erishyapsa, yilitin. Musobaqa boshlanmay, men degan yaxshi bilan. Nəhayət yaxşı oxudunuz. Naqşını usta ekansiz. Bu cəhətdə bizniki həqiqətən alayidlik və talent ekansiz. Ustozlarınızın talı bilan. Şunlarla yerlik bir maqtashni qildi. Usta ekansiz. Usta ekansiz, bir yig'iz gap bilanlar. Qara mana bir şey chiqindilar mana bizlik baliq erishdi. Qanday qilay deysan? Sening malang Yusufjonlar bilan yaqinmi? Ha, men Uchturpanning Yako'ritiga yezisidin. Yusuf akamlar shu shahar ichi. Ha, ular tax shalik deydi. Fırak ilişkilerin açıl baş, Sami'nin fırakları baş, Yusufcan'ın nakşi yetişikleri baş sende. Gerçi ulu bile kündü bile jümsümü Abdüsemi Yusufcanlar təsiri uçuraydı. Biz mi şundak ko? Zaten bizden Abdülat ile biz işkimiz çoğuğa yazıda neydi bizge onda şarayet malımız dep tapıdığan. Biz mi şu radyoda anlayan malımlarını ustaz tutup ihtiyarsız açta ügünü tuk. Şunun okşaş muş ballarning jutudan chiqqan naqshchilar bir davr ballarga ta'sir qildi. Qara, aqadan yomon guylar. Naqshni undan etdigan ballar aqadan kelyapti. Ash Ahmadjon xo'tanlik bala og'inimiz gitar chelib, shunda nurg'un yosh balani havas qo'ygancho gitarga. Shundan keyin bir muncha gitarchi balalar xo'tandan chiqqan. Shundaqa. O'g'itishlarmi, bu vositalik, bevosita. Vositalik holda ta'sir ko'rsatdi bo'lig'i, o'zi xohlamagan har xil shaklda-chu. Chunki Abdulla akam degandek, o'ziniki noyisidan boshqa jutlardagi naqshchilarning ta'siriga qaraganda o'zining jutini to'xtab turaman. Mening mahallamda o'zimning noyamdimi shunda bolalar chiqyapti. Menmi shuni qaraganda tirissam, menmi shunday bo'ladi ekanmi degan ko'z oldidagi bir ulga. Buning ta'siri xuddi Abdulla akam baydigandek Ahmadjonning chiqishi bütün Şinjan'a ta'sir ko'rsatdan boshqa xo'tandan gitarchining ko'p chiqib kelishiga yana bevosita. Chunki ular voy bizmi xo'tanlik, menmi qiziqib chalsam Ahmadjondek, menmi bo'la olayotgan deganlar intan tiz aldalik o'ziga bevosita bir ulgu qilib ta'sir qildirdi ekan. Shunda olganda bu mahirimiz bana bekara qaraydi hamda. Hammaga qaradi da ba'zan. Hammaga deks qaradi da. Shtirpandimmi naqshchilik chiqadi da, chempionlik chiqadi da. Keyin qil uzayalik berib qalamsa bilan birga mansangimda. Abeydulla o'yinib oldingmi? Hisobmi? Ustozlar, mo'laga rahmat, mo'lama yaxshi baholanib badinglar. Mo'laga rahmat aytaman hamda meni kichigimdan qo'llab kelgan ota-onam, suyimlik ota-onamga hamda meni qo'llab kelgan ayolimga bir rahmat so'zimni aytib olsam. Voy, sening ayoling bormi taqa? Deydi. Voy. Bu 23 yoshli balamı bor deb aytaylik. Mama, Savana sana taqa. Yo'q ki. balam hozircha yo'q. 23 yosh. Ayolingga rahmat. Sen naytı Rahmat ondan ustoz. qo'llamasa bu naqshi degan uchun ayoli nayt qo'llab turmasunda erkin azor chiqadi. Shunday. Gitar tugidimi? Endi mening oxirgi tanlashim